ikkinchi sahifa. Muallif Madina Bintu Ali. Ha, yaxshiman. Meni yerga tushiring. Biroz qattiq ohangda gapirdi Asma. Ahvolingiz yomon ko'rinadi. Sizni shifoxonaga olib bormasam bo'lmaydi. Jeng qizni yerga tushirmay mashinasiga o'tqizdi. Ahvolim yaxshi. Meni shahar markazidagi xususiy shifoxonaga olib borib qo'ysangiz yetadi. Bu nima deganingiz? Shifoxonada yashaysizmi? Kuldi Jeng. Shunday desa ham bo'ladi. Mayli unda, o'zingiz aytgan joyga olib borib qo'yaman. Jeng jilmayib mashinani yurgizdi. Sizni senlasam maylimi? Ko'rinishingizdan mendan kichikroqqa o'xshaysiz. Yigit qizning yuziga qarab, uning pardozsiz, tabiiy go'zalligiga beixtiyor qoyil qolgandi. Hozirgi qizlar orasida bunday tabiiylik kam uchrardi. Bemalol, qarshiligim yo'q. Qiz derazadan tashqarini kuzatgancha bosiqlik bilan javob qaytardi. Isming nima? So'radi Jeng yo'ldan ko'z uzmay, qiziga qisqa nigoh tashlab. Asmo, arab mamlakatidan kelganmisan? Yo'q, men Markaziy Osiyolik, O'zbekistonlikman. Nega so'radingiz? O'zbekiston? Shunday davlat ham bormi? Eshitmagan ekanman. Siz eshitmaganingiz degani u davlat yo'q degani emas. Asmoning ovozida biroz ranjish sezildi. Mayli, xo'p, sen haqlisan. Men sizga men haqliman demadim. Shunchaki haqiqatni aytdim xolos. Yaxshi, taslimman. Yoshing nechida? Nega so'rayapsiz? Shunchaki qiziqdim. Avval o'zingiz ayting, ismingiz nima, yoshingiz nechida? Jeng Adventure. Qiz bu ismni eshitib qotib qoldi. Nima, rostdan ham siz Jeng Adventuremisiz? So'radi qiz. Ha, nima? Ismim shunchalik chiroylimi? Yigit qoshlarini chimirib jilmaydi. Yo'q, shunchaki sizni ilgari faqat telefon yoki televizorda ko'rgandim. Sizning hozirgi yuzingizdagi niqob bilan tanimagan ekanman. Demak, muxlislarimdan birisan? Yo'q, shunchaki men yoshligimdan diplomat, ya'ni elchi bo'lishni juda xohlardim. Shu sababli shu sohadagi ko'p insonlarni kuzatardim. Siz esa Londondagi eng mashhur elchilardan birisiz. Shuning uchun bilaman. Nega unda bu sohada o'qimading? Men buni bilishingiz shart emas. Asma gapni qisqa qilib yuzini burib oldi. Yuzi biroz burishdi. Jeng Adventure Buyuk Britaniyadagi mashhur elchilardan biri bo'lib, u 30 yoshiga bo'lishiga qaramay ulkan yutuqlarga erishgan. Angliya va Fransiya o'rtasidagi muhim shartnomani imzolashga katta hissa qo'shgan inson hisoblanadi. Millati ingliz, ota-onasi ham o'zi kabi diplomat, ya'ni elchi bo'lishgan. Bo'yi 185 cm, xarakteri bosiq va mehribon. Doim jiddiy qiyofada yursa-da, qalbi juda mehribon bo'lib, ko'plab insonlarga yordam bergan. Shu paytgacha qizlarga unchalik qiziqmagani sababli biror marta jiddiy munosabat qurmagan va uyalmagan. Muallif gapi. Bu yerdagi asardagi barcha obrazlar, joy nomlari, shaxslar to'qima bo'lib, haqiqiy hayotga aloqasi yo'q. Yetib keldik. Rostdan ham shu yerni nazarda tutganmiding? Hayron bo'lib so'radi Jeng kasalxonaga bir qarab. Ha, shu yer. Katta rahmat. Asma minnatdorchilik bildirib ashiradan tushdi. Ammo yigit ham uning ortidan tushganini ko'rib to'xtadi. Siz nega tushdingiz? Meni yaqin do'stim shu yerda, komada yotibdi. Uni ko'rgani kelgandim. Ha, yaxshi. Tasodiflar tasodifan bo'lmasligini endi tushundim. Unda ko'rishguncha men ichkariga tezroq kirishim kerak. Meni hech kim ko'rmasligi lozim. To'xta. Jeng qizning kiyimidagi dog'ni ko'rib qolib darhol uning qo'lidan tutdi. Nima gap? Kiyimingda dog' bor. Qizning gapi Asmoni shoshirib qo'ydi. U kiyimiga qaradi-yu, uyatdan yonoqlari lovillab ketdi. Xohlasang seni ko'tarib olaman. Shunda dog' ko'rinmaydi. Yigitning taklifiga qiz noilojlikdan rozi bo'ldi. Jeng Asmoni xuddi kelinlardek dast ko'tarib oldi. Qizning juda yengilligi yigitni hayratda qoldirgandi. U qizni bag'riga bosgancha shifoxona ichkarisiga qadam bosdi. Atrofdagilarning barchasi ularga tikilib qolgandi. Asma bunday e'tibordan o'zini noqulay his etib yengil titray boshladi. Jeng buni sezib, qizning o'ziga yaqin tortdi va qulog'iga pichirladi. Qo'rqma, ular seni yeb qo'ymaydi. Xo'p,
Asmo biroz tinchlanib. Xush kelibsiz, janob Edventor. Ularning qarshisidan shifoxona administratori chiqdi. Rahmat. Sizga qanday yordam bera olaman? Ha, aytgancha, Jon Parker o'ziga keldi. U hozir palatada. Bu xabarni eshitgan Jekning yuziga quvonch yugurdi. Qaysi palatada? Shoshib so'radi u. Hozircha 212-palataga joylashtirdik. Bo'sh joy yo'qligi sababli kattaroq bir VIP palataning yarmini ajratib berdik. Asma administratorning so'zlarini eshitib hayratdan qotib qoldi. Chunki 212-palata uning xonasi edi. Otasi u uchun maxsus sotib olgan shaxsiy xonasi edi. Yaxshi, endi ketishingiz mumkin, dedi Cenk administratorga qarab. Sening palatang qaysi? 212. Nima? Hayron bo'lib so'radi yigit. Mayli, qani, yo'lni biroz ko'rsatib yubora olmaysanmi? Men bu yerlarni uncha bilmayman. Qizga muloyim ohangda gapirdi Cenk. Yaxshi, hozir biz 3-qavatga chiqishimiz kerak. Liftga ishora qildi qiz. Endi to'g'riga yurasiz, chapdagi 5-xona. Liftdan chiqar ekan qo'li bilan ko'rsatib gapirdi qiz. Aha, bo'ldi, tushundim. Katta rahmat. Cenk Asmoni yotog'iga ohista yotqizib qo'ydi. Ularni paltada kuzatib turgan Jon Cenkni ko'rib hayratlandi. Cenk ta'jablanib so'radi yigit. Jon, do'stim, yaxshimisan? Shukr uyg'onibsan. Senga rahmat, ey Xudo. Cenk tepaga bir qarab, bo'ynidagi hoj bo'lgan tumorni o'pib qo'ydi. Cenkning bu ishini ko'rib Asmaning ensasi qotdi. Tavba, komil insonlar ham bir butga sig'inadimi? O'ziga ishtarak darajada o'zbekcha gapirdi qiz. Buni Cenk eshitdi. So'zning ma'nosini bilmasa ham gap bu haqida ekanligining qalbining tub-tubidan his qildi. Nima deding? Qoshini uchirib gapirdi yigit qizga yuzlanib. Hech narsa. Shunchaki men hayron qolaman. Qanday qilib sizni yaratganni siz yarata olasiz? Qiz aytgan gapini o'zi tushunib, qo'rquvdan qarib ketdi. Bir-biringizni taniysizmi? O'rtaga Jon qo'shildi. Yo'q. Ha, dedi Cenk qizning javobini rad etib. Biz siz bilan tanish emasmiz, dedi ensa qotirib Asmo. Cenk, sen meni ko'rgani kelganmisan yoki shu qizning oldigami? Nolagandek gapirdi Jon. Asmoning nomidan. O'zi bu yigit kim? Nega uni mening shaxsiy xonamga joylashtirishdi? Uning do'stichi. Nega u tanishlarmiz dedi. Axir men uni tanimayman-ku, shunchaki u mening ismimni biladi xolos. Asmo, kitobimni endi ochmoqchi bo'lganimda xonaga kirib kelgan Samoni ko'rib qoldim. Samo mening egizak singlim. U bilan juda o'xshashmiz. Tashqi ko'rinishimizda hech qanday farq yo'q. Ammo u mendan ko'ra ko'proq baxtli yashaydi. U sog'lom. Samo dunyo ko'rgan qiz, o'qigan, chetga chiqqan. Ba'zida unga hasad ham qilib qo'yaman. Ne qilay? Men erisha olmagan orzularimga, maqsadlarimga u erishmoqda-da. Samo, dada, oyi, bu yerda nima qilyapsizlar? Kitobimni qayta yopib ularga murojaat qildim. Seni ko'rgani keldik, Asmo. Yaxshimisan? Dadam seni meni sog'inganingni aytgandi. Samo meni quchar ekan, men ham unga javoban bor kuchim bilan mahkam bosdim. Uni sog'ingandim. Ha, seni juda sog'ingandim. Axir 3 oydan beri ko'rishmadik-ku. Singlisini qo'yib yubormay gapirdi qizi. Qizim, yaxshimisan? Kecha dadang bizga bilet yuborgan ekan. Shunga kelgandik. Biroz soxta tabassum qildi onasi Maftuna xonim. Sizlar kimsizlar? Bahodir xona chetida o'tirgan 2 yigitni ko'rib qoshlarini chimirdi. Salom. Ular tomon yaqinlashib, Bahodir bilan so'rashdi Cenk. Men Cenk Edventorman. Do'stim yaqinda komadan chiqdi. Bo'sh xonalar yo'q ekan, majburan bir kunga shu yerga joylashtirib turishibdi. Ertaga xonalar bo'shar ekan. Vaziyatni tushuntirdi Cenk. Nima? Qiz bolaning xonasida erkak kishi? Jahl bilan baqirib yubordi Bahodir amak. Sizlar shu yerda turib turinglar. Men ayingiz bilan shifokorning oldiga borib kelamiz. Vaziyatni hal qilishim kerak. Shunday deb Bahodir hamda Maftuna xonim xonadan chiqib ketishdi. Nima
qo'yibsan? Samo qiziqib singlisining qo'lidagi kitobga qaradi. Kitob Sensiz hayotim. Juda ta'sirli hikoya ekan. 2 kun oldin telefondan buyurtma bergandim. Kecha keldi. Bugundan o'qishni boshlayapman. Unga gapirar ekanman, beixtiyor qarshimda o'tirgan yigitga ko'zim tushdi. Balki menga ham aytib berarsan boshlanishini. Samoning iltimosini rad eta olmadim. Xullas, bir xristian yigit bir musulmon qizni yoqtirib qolar ekan. Men buni reklamada o'qigan edim. Yigit esa qiz uchun musulmon bo'lar ekan. Men singlimga gapirdim-u, ammo xayolimdagi kitobdagi James ismli qahramon xayollarimda edi. Atigi 5 bet o'qigan bo'lsam ham ilk bor kitobdagi personajni sevib qolishim edi. O'qib bo'lsang menga ham berib turasanmi? Albatta. Nega meni chaqirtirdingiz, shifokor? Maftuna xonim xavotir bilan so'radi. Ertalab eringizga qizingiz 1,5 oy biz bilan turishi kerak degandim. Ammo kecha aytganimdek qizing bekorga chaqirtirmadim. Qizingizning ahvoli yomon. Mayli, biz bilan 1,5 oy tekshiruvda turishi mumkin, ammo uning umri atigi 5 oy qoldi. Men o'yladimki, eringiz ketgandan so'ng qizingiz sizlar bilan qolgani yaxshiroq. Donor esa yo'q. Qizingizning ahvoli yomonlashmasidan u bilan diydor g'animat bo'lib oling. Yaqinda uni ko'rmay qolishingiz mumkin. Shifokorning so'zlarini eshitgan Maftuna xonim xuddi holsizlanib, tizzalab qolib yig'lay